Muhtaram jamoat. Kim namozni muhofaza qilsa degani o'z vaqtida o'qib, unga mehr berib, uni iloji boricha jamoat bilan o'qisa. Namoz uning qalbida, yuzida, qabrida va mahshargohida unga nur bo'ladi. Hamda qiyomat kuni u uchun najotga aylanadi. U Allohning inoyatiga sazovor bo'lgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga tiriladi. Eng asosiysi namoz bandani yomon va behayo ishlardan man qiladi. Alloh taolo Ankabut surasida shunday marhamat qiladi. Namozni barkamol ado eting. Albatta namoz fahsh va yomon ishlardan qaytarur. Biroq bugungi kunda ko'pchilikni bir haqli savol o'ylantiradi. Nega ayrim namozxonlar ibodatda bo'la turib hamon birovning haqqidan qo'rqmaydi? Nega namozxonlar ibodatda bo'lib turib hamon bir-birini aldaydi? Shu haqlik savol tug'iladi. Bu yerda muammo oyatda emas, balki bizning namozga bo'lgan munosabatimizdadir. Sahobalar va tobiinlar namozni shunchaki egilib turish bilan emas, balki xushu-xuzu bilan, olamlarning Robbisi bilan yuzma-yuz turibman deb e'tiqod qilish kerak namozda. Namozda Allohu akbar dedingizmi, olamlarning Robbisi bilan siz yuzma-yuz turibsiz. Shuni hayol qilishlik kerak bo'ladi. Agar namozxon tili bilan Allohu akbar deb, Alloh buyukdir deb turib, qalbida dunyo matohlarni ustun qo'ysa yoki namozdan chiqqach Allohning qaytariqlariga beparvo bo'lsa, demak uning namozi hali samimiy emas. Agar namozxon insonni yomonlikdan qaytarmayotgan bo'lsa, bu o'sha namozning nuqsonligi ekanligiga dalolat qiladi. Namozni barkamol o'qishlik uchun insonda xushu-xuzu birinchi o'rinda turadi.